Sport kuni sog'lom hayot sari ishonchli qadam. Ushbu shior ostida hududlarda Harshanba sport kuni doirasida sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbir Termiz shahrida ham bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan hozirgi lavhamiz orqali tanishasiz. Alpomish o'yingohida tashkil etilgan tadbirda viloyat hokimligi mas'ullari, viloyat sport boshqarmasi, nuroniylar, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. 5000 nafardan ortiq fuqarolar qatnashgan sog'lomlashtirish tadbirida ishtirokchilar yengil yurish, badan tarbiya va bir qator sport musobaqalari bo'yicha o'zlarining jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Tashkil etilgan mashg'ulotlar chinakam sport bayramiga aylandi. Ishtirokchilar badan tarbiya mashqlari bilan boshlab, yurish orqali jismoniy chiniqishdi. Ayniqsa jamoaviy o'yinlar jarayonida ko'tarinki kayfiyat, do'stona muhit va sog'lom raqobat yaqqol sezildi. Har bir ishtirokchi bu jarayonda nafaqat o'z salomatligi uchun foydali vaqt o'tkazdi, balki jamoa bilan yanada yaqinlashib, o'zaro hamjihatlikni mustahkamlashga hissa qo'shdi. Hurmatli prezidentimizni bu xalqimizni o'ylab, jonkuyarlik qilib mana shunday sharoit yaratib beryapti. Mana shu xalqimiz juda buni qo'llab-quvvatlaydi. Mana nuroniylarimiz bosh, yoshlar, hamma qatlam mana shuni xushchaqchaqlik bilan qabul qilib, 5000, 10 minglab yoshi qari mana bugun sport bilan shug'ullanaman deb shijoat bilan kelib turibdi. Bu hammamiz uchun katta bayram. Shanba kunini sport kuni deb e'lon qilishdi. Mana hamma tashkilot, qolaversa aholi, xalq hammasi bu tadbirga bajonidil labbay deb chiqib maza qilyapti. Mana 80-90 yoshdagi faxriy otaxon, onaxonlar ham mana shu yerda kelib badan tarbiya bilan shug'ullanib, sport bilan shug'ullanib kelyapti. Mazkur sport tadbiri davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan sog'lom turmush tarzini shakllantirish siyosatining amaliy ifodasi bo'ldi. Shubhasiz bunday tashabbuslar aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, jismoniy faollikni oshirish hamda ijobiy ruhni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sog'lomlashtirish tadbiri yakunida sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish hamda kelgusida yuksak natijalarga erishish maqsadida tizimli ishlarni davom ettirish zarurligi ta'kidlandi.